Diqqat qiling, chet eldagi pensioner pensiyani ishonchnoma orqali qanday oladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qonunchilikka ko'ra chet elda bo'lib turgan pensioner pensiyani ishonchnoma orqali olishi mumkin. Bu qanday amalga oshiriladi? Avvalo pensioner chet elda ishonchnoma rasmiylashtiradi, keyin unga apostil qo'ydiriladi. Shundan so'ng ishonchnomaning asl nusxasi O'zbekistondagi ishonchli vakilga yuboriladi. Bu jarayonni pensioner chet elga ketgan kundan boshlab 3 oy ichida amalga oshirishi tavsiya qilinadi. Aks holda pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatib turilishi mumkin. Nega 3 oylik muddat berilgan? Sababi qonunga ko'ra vafot etgan shaxslarga pensiya to'lanmaydi. Amaliyotda esa ba'zi holatlarda pensioner vafot etgan bo'lsa ham uning yaqinlari tomonidan pensiya olish davom ettirilgan holatlar uchragan. Shuning uchun byudjet mablag'larini to'g'ri sarflash maqsadida 3 oylik nazorat muddati belgilangan. Diqqat! Ishonchnoma qayerga topshiriladi? Ishonchnoma berilgan shaxs ushbu hujjatni pensioner pensiya olayotgan bankka taqdim etadi. Shundan keyin bankning tegishli bo'limi tomonidan ishonchnoma nusxasi pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limlariga yuboriladi. Shundan so'ng ishonchli vakil pensioner nomidan pensiyani olishda davom etishi mumkin. Ishonchnoma bergan shaxs, ya'ni pensioner 1 yilda kamida 1 marta pensiya jamg'armasiga kelib, o'ziga tayinlangan pensiyaga bo'lgan huquqini tasdiqlashi kerak. Agar pensioner O'zbekistonga kela olmasa-chi? Agar pensionerning O'zbekistonga kelish imkoniyati bo'lmasa, u holda O'zbekistonning chet eldagi elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilish mumkin. U yerdan quyidagilarni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olish kerak. Xorijda davomiy yashamayotganini, o'sha davlatda pensiya yoki ijtimoiy nafaqa olmayotganini. Ushbu ma'lumotnoma ishonchnomaga ilova qilinadi va ishonchli vakil tomonidan pensiya jamg'armasi bo'limiga topshiriladi. Shundan keyin to'xtatilgan pensiya qayta tiklanishi mumkin. Agar ishonchnoma orqali olmasa-chi? Agar pensioner pensiyani ishonchnoma orqali olmagan bo'lsa, u O'zbekistonga qaytganidan keyin ham olinmay qolgan pensiya mablag'larini olish huquqiga ega. Bunda unga murojaat qilganidan oldingi 2 yildan oshmagan davr uchun pensiya to'lanadi. Nega 2 yillik muddat belgilangan? Chunki avvalgi tartib bo'yicha pensiya faqat 1 yillik davr uchun to'lanar edi. Endi esa fuqarolarga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida ushbu muddat 2 yilgacha uzaytirilgan. Yana qanday qulayliklar bo'lishi mumkin? Hozirda pensiya jamg'armasi tomonidan fuqarolarning pensiyaga bo'lgan huquqini masofadan turib tasdiqlash tizimi ustida ham ish olib borilmoqda. Rejaga ko'ra, kelajakda bu xizmatlar my.gov.uz va keyinchalik Face ID orqali amalga oshiriladi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.